U to'satdan miya insultiga olib kelishi mumkin. Yurak aritmiyalari oddiy kasallik emas. Yurak aritmiyalarining ichida mersatilniy aritmiya degan tashxis bor. Mersatilniy aritmiya bu yurak, bo'lmacha va qorinchalarning tartibsiz qisqarishi. U to'satdan miya insultiga olib kelishi mumkin. Sababi shundaki, yurak notekis ishlashi xuruj davomida boshlanib, 48 soatdan oshsa, yurak ichki qismida tromb paydo qilib, bu tromb to'satdan ko'chish natijasida miya tomirlariga tiqilib, insult holatiga olib keladi. Buning asoratidan bir tomonlama falaj, gapira olmaslik, og'ir holatlarda koma holatiga ham tushishgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun aritmiyani e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizda aritmiya aniqlansa, tezda kardiolog shifokorga murojaat qiling. Bizni yo'qotmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling. U to'satdan miya insultiga olib kelishi mumkin. Yurak aritmiyalari oddiy kasallik emas. Yurak aritmiyalarining ichida mersatilniy aritmiya degan tashxis bor. Mersatilniy aritmiya bu yurak, bo'lmacha va qorinchalarning tartibsiz qisqarishi. U to'satdan miya insultiga olib kelishi mumkin. Sababi shundaki, yurak notekis ishlashi xuruj davomida boshlanib, 48 soatdan oshsa, yurak ichki qismida tromb paydo qilib, bu tromb to'satdan ko'chish natijasida miya tomirlariga tiqilib, insult holatiga olib keladi. Buning asoratidan bir tomonlama falaj, gapira olmaslik, og'ir holatlarda koma holatiga ham tushishgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun aritmiyani e'tiborsiz qoldirmang. Agar sizda aritmiya aniqlansa, tezda kardiolog shifokorga murojaat qiling. Bizni yo'qotmaslik uchun kanalimizga obuna bo'ling.